Biz albatta merni qutqarishimiz kerak, chunki mer yo'qolib qolgan do'stlar. Sizlarda xabarlaring bordir bundan. Tun ham tushyapti, demak uxlab olib ertaga merni qidirsak bo'ladi. Qishloqlar yaxshi ham bilib qolishgan yo'q, mer bor, mer yo'q bo'lib qolganini. Bilsa men tamom bo'laman. Xo'p, bu yerdan bizga bular kerak. Buni olsak o'zi yaxshiroq bo'ladi. Bu yerdan non olamiz. Xo'p, endi nima qilsak bo'ladi? Tepaga chiqib merni uyga kirib ko'rishimiz kerak. Merni uyga kirib tekshirishimiz kerak hamma narsani. Mana merni uyi, lekin hech kim kirmabdi. Yerda ajoyib xarita. Buni ochamiz. Menimcha buning ichida nimadir bor, buning ichida nimadir chizilgan. Bu g'alati bino chizilibdi. Shu joyga borishimiz kerak cho'ta. Shuning uchun tezroq harakat qilishimiz kerak. Ona bu yerda g'alati joy turibdi. O'sha joyga borishimiz kerak menimcha. Xo'p, tez pastga tushib olamiz. Tez do'stlar, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Yana bitta gap aytib qo'yishim kerak. Biz tezda 100 ta bo'lishimiz kerak. 96 taligacha turibmiz. Bu kontent sizlar uchun. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bundan zo'rlar chiqadi albatta do'stlar. Xo'p, hozir bu yerdan sakrasam tirik qolmayman. Mollar chiqishloq qaramayapti shekilli mollarga. Xo'p, o'zigini o'qlaveray, nimadir bo'ladi. O'zigini o'qlasam hozir kimdir chiqib qolishi ham mumkin. Bu yerda nima bor? Zombilar talamonda qishloqmi? Qishloqmi o'zi? Mermi u? Bu yer tepaga chiqib olaylik. Xudo mer bo'lsa kerak. Mana blok qazib olsak yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, bu yerga chiqib olamiz. Chunki bu Oy, qishloq mernim. Mer bu sizmisiz? Ha, menman. Siz o'zingiz qolib ketdingizmi bu yerda? Ha, qolmayapsanmi? Men qolib ketdim bu yerda. Zombilar meni yeb qo'yishgancha qolyapti-ku. Bu yerda chiqib. Sizni qutqarish uchun mengacha kuchliroq narsa aslahalar kerak-ku. Tez qutqar, meni qo'rqib ketyapman. Chunki zombi meni o'ldirishga turibdi. O'zini o'g'irlagan odamlarni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Ko'rsam aytaman qachonlarni. Tez meni qutqar. Yaxshi, hozir turib kelaman. Ha. O'zi tezda merni qutqarishimiz kerak. Shu bitta o'zi qolib ketibdi bizni. Mana oddiy qirollarimiz bizga yordam bera olmaydi. Bizga oddiy qirollar yordam bera olmaydi. Shuning uchun biz yaxshiroq qirollar qo'yish olishimiz kerak. Bo'lmasa hamma bo'lmaydi. Mer shuni o'ldirib qo'ya qolamiz. Bizga kuchliroq qirollar kerak, kuchliroq qirollar. Ya'ni biz maxfiy bazaga o'tamiz. Bazadan esa ustozlarimizni olamiz. Bizga yaxshiroq ustozlarimiz kerak. Chunki bu ikkita narsa bilan yura olmaymiz. Oyoq kiyim bilan branjiletda kuchsizroq, shunaqa bo'lsa kerak, kuchsizroq menki. Chunki normalrog'ini sonlarni olamiz. Yaxshi-yu, lekin chidasa bo'ladi, lekin oyoq ustozimizga yo'q, ishtonimiz yo'q. Shuning uchun ishtonni olishimiz kerak. Xo'p, tez tepaga chiqib yuramiz. Xo'p, bu tarafga qarab yuramiz. Mana meni uyim, oldindan ko'rgansizlar. Xo'p, bu yerni ochamiz. Kirib pastga tushib olamiz. Pastga tushdik, bu yerdan ishtonni olamiz. Mana bu yashil yaxshiroq. Menga yashil yoqadi. Sizlarga bilmadim. Tomatini ham olaveramiz. Xo'p, kiyib oldik. Endi bizga bazuka kerak. Endi buni o'qi xuddi shuni o'qi. Buni yo'q qolamiz. Buni endi bizga keragi yo'q. Buni ham o'zida ham keragi yo'q. Eagle ham keragi yo'q. Bizga endi
Dробovik o'q kerak. Hop, buni olamiz va buni olsak, buni bir patron olamiz. Keyin bundan olamiz. Bundan olib, bundan bitta olsak, bo'ldi, biz urushga tayyormiz. Buni o'qiymiz. Tez qishloq tez anaqani o'qishimiz kerak do'stlar. Mer xavf ostida tez yuguramiz. Qirolni ovozam tezroq yuguraman. Tez merni qutqarishimiz kerak. U xavf ostida bo'lmasa qishloqlar chiyqirib yuborishadi. Mer yo'qolib qolgan. Keyin saylash ham juda ham qiyin. Bizning qishloqda halollik degan narsa yo'q. Hamma o'ziga pora berib ishni bajarishadi. Shuning uchun men albatta qutqarishim kerak. Men ham xasisku, mayli endi. 3 yildan beri mer bo'lib yuribdi. Ana tez meni zombilar tomonidan o'qlashimiz kerak. Menga oddiy zombilar ularni braniyalarga dosh bera olmaydi. Tez tepaga chiqamiz va tezda qutqaramiz. Hop, tepaga chiqib olaylik. Bu yerdan hozir eshikni ochib chiqarib yuborishimiz kerak. Biz chiqib ketishadi. Shuning uchun zarur teparoqdan chiqib to'xtatamiz. Tepadan chiqib to'xtasak, suvga bu favorani kim urgan bilmayman, lekin juda ham azoblayapti. Bizamiz tepaga chiqib bu yerdan bu tepaga o'tamiz. Bu yerdan zarur bera olmaymiz. Shuning uchun M416 yo'q qilamiz. Ikkisini o'ldirdik. Olmayapti shekilli. Zarurdan otishimiz kerak buni. Bitta daqiqa dedim-ku. Zombilar tugamayapti. Oy! Bizni o'ldirishdi. Do'stlar, bizni o'ldirib ketishdi. Короче, tezda chiqib qarshga borishimiz kerak. Chunki bizni yengil qoqishdi. Ko'rdilaring. Bizni ketdi. Tez yugurishimiz kerak. Tezlik bilan harakat qilamiz. Bu videoga like va obuna bo'lishni unutmang. Shuncha harakatlarimiz sizlar uchun. Tezda 100 ta bo'lsak, bundan ham zo'r qiziq videolar chiqadi. Undan oldin esa sizlar videoga like va obuna bo'lishni unutmang. Meni mod kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Unda qiziqarli modlar bor. Tezroq tepaga chiqaylik, tezroq tepaga. Plus qasdir urib tashlashga ichiga tushib ketib qoldik biz. O'z-o'zi. Bakmi bu bilmadim. Ichiga tushdik. Ichiga tushib ketib qoldik. Shunchada o'tayam-ku. Qirollar oddiy dosh bera olmayapti, ularni o'ldira olmayapti. Temir aslahalarda bo'lmasa, bu yerdan bittasi chiqdi. O'taman. Yo'qoldik. Qanday chiqib olishyapti bilmadim. İşte do'stlar. Biz granata tashlayveramiz. Oraga granata tashlaymiz va ularni yo'q qilamiz. Menda shu taktika bor. Granata tashlaymiz. Agar merni o'ldirsak, bizni qamoqqa tiqib qo'yishadi. Bu yerda qamoqxona bor. Ya'ni politsiya nozirining, ya'ni o'zimning qamoqxonam bor. Agar men o'zimni o'ldirsam, o'zim qamoqxonamga o'zim tushishim mumkin. Bu qamoqxona esa juda ham uzoqda. Ko'pchilik bosslar qamalgan. Ender Dragondan tashqari, Wizarddan tashqari. Xo'p, tez tepaga chiqib, ona bilan yo'q. Shunday yo'q qilishimiz kerak ularni. Bombardirolarni olsak, merga zarar berib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun men avtomatdan foydalanyapman. Tez suvdan chiqamiz va chiqib olamiz. Agar yana chiqib olishgan bo'lsa, juda ham qiyin bo'ladi. Xo'p, tepaga chiqamiz, tezda chiqib olamiz. Tezda bu yerda yer, bu yerda o'shalarning o'lib yotgan dadalari. Xo'p, bu yerga kelib olishdi. Mer, qo'rqmang, men sizni qutqaraman. Sizga nima?
Qilmaganligiga ishonch hosil qilamiz. Bu yerda nimadir turibdi. Bu yerda nimadir turibdi. Şu bombardieri taşıp yürüyün. Oh bitti. Kalktıydık. Yürüdük. Zombi bolası bor edik. O'zimizni o'ldirdik. Do'stlar, o'zimizni o'ldirdik. Merni qutqarish juda ham qiyin bo'lyapti. Tez tun tushmasdan uni qutqarib olishimiz kerak, chunki u tunda hech qayerga qocha olmaydi. Tez qutqarishimiz kerak tezda. Bo'lmasam mer o'ladi. Chunki u yerda zombilar spam point bo'lishlari ham mumkin. Shuning uchun men u yerdan qo'rqyapman. Tezda borishimiz kerak. Bitta zombini o'ldiramiz deb o'zimiz o'lib qoldik. Zombiga hech narsa qilmabdi. Tezda chiqamiz. Zombilar esa ko'payib ketmaganligiga ishonch hosil qilish uchun tez borish kerak bu yoqqa. O'lma, oxirigacha boramiz. Chiqamiz. Tez. Bir kishi qolgandan, bittasi qolgandan o'ldira olmasak, yana yosh bolasini tezda chiqib olamiz. Shuncha narsa yotibdi, lekin zombilar yo'q. Xo'p, bu yerda bolachasi turibdi, mana bu yerda bolachasi turibdi. Lanet, sen nima yurib olyapsan? Voy, shuncha zombi. Voy, do'stlar. Qochamiz. Zombilar apokalipsi bo'lib ketdi. Voy, do'stlar, o'lib ketamiz biz hozir. Yo'q, bo'lamiz. Yarimta jon do'stlar. Yilla pati. O'lamiz do'stlar. Yerni qaralmasak bo'lmaydi. Yaxshi, bo'shliq ochildi, jon ochildi. Ot buni o'ldirib pastga tushirishimiz kerak. Bu yoqqa yuramiz. Tezda. Yerda bolachasi turibdi. O'ldirish kerak. Xarosh. Mer, tuzukmisiz? Ha, tuzukman. Tezda meni qutqar, rahmat. Yaxshi. Buni buzish kerak. Toshni buzsak bo'ladi. Nima? Bu yerda zombi bolasi bor ekan. Nima yaptın? Shuncha narsalar. Buni ham qornimiz to'ysin. Bu yerni buzsak chiqib keta oladi mer. Bo'lmasam chiqib keta olmaydi. Bu yerni buzaylik deysiz. Mer chiqib ketish kerak bu yerdan. Mer siqilib ketgan bo'lsa kerak. Shuncha payt videoga like bosib obuna bo'lishni unutmaymiz. Shuning uchun sizlar juda ham ko'p videoga like bosib obuna bo'lishing kerak. Bu kontent sizlar uchun bo'lyapti do'stlar. Yana Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Chunki u yerda ham qiziqarli modlar bor, shunaqa modlar ham bor. Mer chiqing, tez, mer chiqing. Do'stlar, qarochi biz chiqdik. Videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Men merni qutqardim. Hamma yoqqan bo'lsa video tugadi. Xayr, sizlar bilan yana killer bo'ldi.